Mercedes-Benz hamda BMW qaysi biri yaxshiroq? Mercedes-Benz, BMW bu ikkita gigant avtomobil olami qirolligida uzoq yillardan beri raqobatda. Bugun ularni solishtiramiz. Misol uchun, birinchi dizayn va tashqi ko'rinishi. Mercedes nafislik, hashamat ramzi, har bir chizig'i o'zgacha olam. BMW esa sport yo'nalishiga qaratilgan agressiv dizayn, o'tkir liniyalar va dinamik ko'rinishga ega. Mercedes interyeri go'yoki mehmonxonadek LED yoritilgan yumshoq charm va aql bovar qilmas multimediaga ega. BMW esa haydovchi uchun yaratilgan boshqaruv paneli, sizga qaragan ergonomik joylashuv va sport uslubi. Mercedes yumshoq yurish, sukunat, avtomatik yordamchilar bilan silliq haydash tajribasi degani. BMW esa haydash zavqi falsafasi. Tirkalgan yo'ldan tortib burilishgacha faollik va nazorat sizda bo'ladi. Texnologiyalar. Har ikkalasida ham texnologiyalar ilg'or, avtonom yurish, adaptiv kontrol, sun'iy intellektli ekran. Ayrim jabhalarda Mercedesda ko'proq kuzatishimiz mumkin. Brend imiji va narxlari. Mercedes davlat arboblari, diplomatik odamlar yuradigan eng zo'r mashinalardan biri. BMW yoshlar sport avtomobil ishqibozlari uchun moslashgan. Shuning uchun ham ular narxi Mercedesda qimmatroq, BMW esa unumliroq va arzonroq.